Mana Islom sivilizatsiya markazida mana shunaqa rasmlar bor ekan. Mana qarang. O'zimizda ham bor musavvirlar, musavvir. Ha? Ana ularga quloq solish kerak, o'sha aytib beradi. Qanday bo'lganligini ko'rsatar ekanda bu. Keyin quloq solishchi nima deydigan? O'zbekcha gapiryapti? O'zbekcha gapiryapti? Buni o'zimiz rassomlar chizganmikan, chet ellik chizganmikan? Yozgan. Mozaikadan terilgan ekan. Mozaika. Mozaika. Bitta mozaikadan terilgan. Terilganmikan? Ha. Demak, bunaqa degan. Qo'l bilan chizilmaganmi? So'ni endilikda kashf qilganda yo'q, chizmagan, mozaika ekan, terilgan. Terilgan. Ha. İyi. Oldinroq boraylikchi. Samirjon qarang. Nima debdi? 2023-yilda teribdi. Mozaika aynat sidiqlari bor-ku. To'rtta Shulardan qo'yib chiqilibdi. Bu qo'li bilan chizib, yapasha qilmabdi qarang. Aka nima deb yozibdi? Ha? Ali Qulub ekan. Ali Qulub Aril Trio. 3 talik degani deydi u. Mozaika. Mozaika qilib o'xshatib yuboribdimi, ha? Odamlarni ham. Ha? Shishachiliklarni qildi. Katta ishchani sinig'i. Ichiga biderang bergan, yopishib. Uni men qo'l bilan chizib o'xshatib o'rgan deydi uni. Oyoqlari ham shundan mahir. Tirik deb turibdi. Ha? Tirikda qilib yuboribdi-da. Oyoqlari ham shishani ko'rinchi, mana men. Ha? Ha? Oyoq ham shishami? Aha. Voy qistalari. Hozir endi bilinib turibdi shishani, anavi bilintirmayapti. Oyoqlari ham mana shishadan. Voy, mozaika qilib terib chiqilibdi. Erilmasdan terib monosilmaga qo'ydigan deb ayting, to'g'rimi? Qarang.